Ko'chada hech kim yo'q edi. Sekin yurib ketdim. 30 daqiqacha odimladim. Keyin boshim aylandi. Miyam chayqalgan bo'lsa kerak. Qorga yiqilib hushimdan ketdim. Tanam isib uyg'ondim. Qandaydir xonada yotardim. Nima? Meni yana ushlab olishdimi? 8 yoshlardagi qizcha menga qarab turardi. Qayerga kelib qolganimni bilmasdim. Oyi, bola o'ziga keldi. Kimsizlar? Kanniballarmisiz? Qo'yib yuboringlar meni. Oyi, kanniballar kim? Xonaga bir ayol kirib keldi. Bu qizchaning onasi bo'lsa kerak. O'zingga keldingmi? Qo'rqma, bizlar yaxshi odamlarmiz. Oyi, u bizlarni kanniballar deyapti. Yana qadam tovushlari eshitildi. Qalay, yaxshimisan? Qorning och bo'lsa kerak, dedi kirib kelgan erkak. Mening ismim Andrey. Bu xotinim Mariya va Elza. Ko'rib turganingdek biz 3 tamiz. Kannibal emasmiz. O'zingni o'nglab olgan bo'lsang, so'l atrofida o'tirib ovqatlanamiz. Hammasini gapirib berasan. Ular 3 xonali kvartirada yashashar ekan. Bunday sharoitda bu katta gap. Axir uyni o'zing isitishing kerak. Juda och edim, shuning uchun darrov so'l yoniga bordim. Kartoshka va boshqa sabzavotlarning yoqimli hidi taralardi. Boshimdagi bog'ichni yechib kursiga o'tirdim. Kechirasan, bizda go'sht yo'q. Odamlarni ham yemaymiz. Ular kulib yuborishdi. Xijolat bo'ldim. O'tin olib kelish uchun chiqqanimda qorda qimirlamay yotganingni ko'rib qoldim. Oldiniga ana bu murdalardan biri bo'lsang kerak deb o'yladim. Lekin sen nafas olarding. Tishlangan joying bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rdim. Ko'tarib kelayotganimda meni tishlab olmasmikin deb. Tun bo'yi, keyin kun davomida qimirlamay yotding. Mana kechqurun uyg'onding. Senga nima bo'ldi? Hamma yog'ing ko'karib ketibdi. Ularga boshimdan kechirganlarimni so'zlab berdim. Ota-onamni qanday yo'qotganimni, oldin dadamni, keyin oyimni. Butunlay yolg'iz qolganimni, ochlik bilan qanday kurashganimni, yaqindagi do'konlarga chopganimni, ahmoqligim tufayli kvartiram yonib ketganini, notanish kishilarni uchratganimni, ular odamxo'rlar bo'lib chiqqanini, ular meni ushlab olishganini, ulardan qanday qutulganimni. Hikoyamni eshitgan ayol shu yerda butunlay qolishni taklif qildi. Oilamiz a'zosi bo'lasan. Xohlasang mening o'g'lim Elzaga aka bo'lasan. Shu payt oila boshlig'i tilga kirdi. Nima qilishni o'zing hal qil. Ko'chada yolg'iz yurishing xavfli. Lekin yana o'zing bilasan, men yolg'iz qolishni xohlardim. Yolg'iz yashashga o'rganib qolgandim. Ulardan jarohatlarim tuzalguncha bir necha kun qolsam bo'ladimi deb so'radim. Ular rozi bo'lishdi. Ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng Elza menga kvartirasini ko'rsatdi. Kvartira kattagina edi, lekin oshxonaga qo'shilib ketgan birgina xona isitilarkan. Boshqa xonalar hammasi berk edi. Elza menga oilaviy fotoalbomni ko'rsatdi. Mana baliq ovidagi surat. Men suvga yiqilganman. Bu kim? Bu ukam Mark. U qayerda? Unga nima bo'lgan? Oldiniga biz hammasini jiddiy deb o'ylamadik. Odamlarga tashlanib tishlaydigan telbalar haqidagi gap so'zlarga e'tibor bermadik. Oilamiz bilan savdo markaziga borgandik. Mark bizdan biroz orqada qoldi.
U o'yinchoqlar bo'limida ushlanib qolgandi. Birdan uning yig'lagan ovozi eshitildi. Kutilmaganda xonaga oila boshlig'i kirib keldi. Yotadigan payt bo'lganini aytib, barcha chiroqlarni o'chirdi. Kechasi bilan g'alati tovushlarni eshitdim. Xuddiki devor ortida kimdir yurayotgandek. Ammo qattiq charchaganim uchun uxlab qoldim. Ertalab uyg'onganimda xonada faqat Elza bor edi. U kitob ochqilab o'tirardi. Tunda devor ortidan shovqin eshitildi. Nima edi u? Sen eshitmadingmi? Kalamushlar bo'lsa kerak. Qanaqa kalamushlar? Bu xona juda sovuq-ku. Kalamushlar. Shubhasiz kalamushlar. Bahslashib o'tirmadim. Balki u yerda oziq-ovqat saqlashayotgandir. Shunga sichqonlar kelishgandir. Lekin men qadam tovushlarini eshitdim-ku. Dahlizga chiqdim. Kattalar yo'qligidan foydalanib, o'sha xonaga yaqinlashdim. Eshigi qulflangan ekan. Tortib itarib ko'rdim. Ochilmadi. Keyin eshik tirqishidan qaradim. U yerda kichkina bolakay tizzalarini quchoqlab o'tirardi. Kichkina bolani qamab qo'yishibdimi? Dahlizdan qadam tovushlar eshitildi. Bu eshikka yaqinlashma deyilgandi-ku senga. Uni nega qamab qo'yibsizlar? U yerda muzlab qoladi-ku. Bu o'g'lim Mark. Endi u odam emas. Men yana tirqishdan qaradim. Menga kichkina murda qarab turardi. Men uni anavilarga bermayman. U mening o'g'lim va shunday bo'lib qoladi.